Ayollarning pasport uchun yalangbosh rasmga tushishi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Diyorimizda pasport qatorliq guvohnomalar uchun rasmga tushishda beshini urg'anlardan yog'liqni elib o'tish talab qilinadi. Bir mo'min ayol ilm tahsil qilish qatorliq Allohning roziligiga erishtiradigan amallarni o'rinlash maqsadida chet elga safar qilmoqchi bo'lsa, pasportga rasmga tushganda shariatga xilof holda musulmon ayolning avratini echishi talab qilinsa, bu holda shu ayol qanday qilish kerak? Pasport uchun yalangbosh rasmga tushishning hukmi nima? Bu bosh qatinchiligi diyorimizdagi xili ko'p hamshirlarimizni, mo'min erlarni bag'la dilg'ul qilmoqda. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila taobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Avrat degan yo'gash kerak bo'lgan, echish harom bo'lgan narsadir. Ayollarning yot erlar oldidagi avrat doirasini bekitishda olimlarning ko'pchiligi yuz bilan alqonni chiqarib atsa, ba'zi olimlar yuz bilan alqonga qo'shib putini o'shqicha avrat emas deb qaraydi. Yana ba'zilar butun badani avrat deb qaraydi. Bundoq bo'lgan ekan, ayollarning chechi va beshi barliq olimlarning birdek qarashida yo'gash farz bo'lgan avratdir. Islom shariati ba'zi bir zarur ehtiyoj tufayli avrat echishga ruxsat qiladi. Lekin bu har kim xohlaganicha foydalanadigan ruxsat bo'lmasdan zaruriyat doirasi, majburlik doirasi bilan cheklanadigan ruxsatdir. Undaq bo'lishida ayollar o'zigacha tabiat bilan yaratilgan bo'lib, islom shariati ayollarning echishga ruxsat qilingan yerlariga qarata turli adab, axloq va shar'iy ahkomlarni bayon qilish orqali ayollarni yo'gashga musulmonlar jamiyatining sog'lomligini qo'g'dashga targ'ib qilgan. Islom shariatining bir alohidaligi bo'lsa, zaruriyat doirasida zaruriyatga munosib kengchilik qilish, zarur bo'lgan ehtiyojni bandini qistamasdan, qiynamasdan qamdash, manfaatini qo'g'dashdir. Bu jihatdan ko'pchilik ulamolar zarur ehtiyoj topilgan ahvolda er yoki ayol o'z jinsiga yoki yot jinsga avratini echish joiz bo'ladi deb qaragan. Masalan, ular mundaq degan: ayol doktor topilmagan ahvolda ayol bemorni musulmon er doktorning davolashi, davolashda qarash va tutish, zarur bo'lgan avratiga qarashi va uni tutishi joiz. Musulmon doktor topilmagan ahvolda musulmon bo'lmagan doktor davolasi bo'ladi. Shundaqla er doktor topilmagan ahvolda ayol doktor er bemorni davolasi bo'ladi. Shaxs kimligini bekitishda ayollarning chechini echish ortiqcha ish bo'lsa-mu, Allohning shariatini tonimaydigan ba'zi kafir davlatlar ayollarning beshi va chechini echib rasmga tushishini kimlik va pasport uchun shart qilib olmoqda. Ba'zi Yevropa kafir davlatlarida e'tiqod va ibodat erkinligiga zid bundoq o'rinsiz shart yo'q. Endi bu kimlik yoki pasport qatorliq zarur hujjatlar turmush uchun zarur bo'lg'achqa, musulmon ayollarmi bularni bajarishga majbur bo'lg'achqa, zarur topilganda yalangbosh rasmga tushsa ruxsat. Ammo zarur bo'lmagan safar uchun pasport bajarishda yoki zarur bo'lmagan rasmiyatlarni bajarishda undaq ruxsat yo'q. Albatta, rasmni ayol rasmchi tortishi mumkin bo'lsa, eriga tortqizmaslik, badanni shart qilingandan ortiq ochmaslikqa diqqat qilish lozim. Janobi Alloh musulmonlarni islom shariati bo'yicha yashashga nasib qilsin. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom. 101 numurliq fatvo.